kirkalarni yasab, ularni o'z narxiga arziydimi yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Aytgancha, tomoshabinlarning juda ham kam foizini tomosha bo'lmasdan obuna qilishar ekan. Agar siz ham obuna bo'lmasdan tomosha qilayotgan bo'lsangiz, hozirroq obuna bo'ling. Biz esa boshladik. Barchaga assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Kayso. Barchangizni yangi videoda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Xo'p, bo'lmasa boshlaymiz. Birinchi kirka, ya'ni 1 dollarlik kirkani yasashimiz uchun bizga bor yo'g'i 5 dona yer kerak bo'lar. Rostini aytsam, juda ham qiziq. 1 dollarga qanaqa kirka yasash mumkin ekan? Hozir ko'rib boramiz. Kellarda birinchi navbatda bitta lapatka yasab olamiz. Prosta yer kovlashi, qo'lda qilishi nimagadir xohlamadim. Ataki qo'lda ham bemalol yer sindirsa bo'ladi. Xo'p, bizga 5 ta yer kerak. 1, 2, 3, 4 va 5 bo'ldi. Sizlar birinchi kirkamizga yetadigan narsamiz bor. Tak. Va bizada birinchi kirka 1 dollarlik kirka. Okey, ko'ramiz. 1 dollar pixex shoot start. Tushunmadim. Yer otadi, qanaqasiga yer otadi? Tak. Hozircha hech qanaqa yer ko'rmayapman. Hop, hoppa, yer sindirar ekan. Vau, yomon emas, xuddi lapatkada sindirar ekan va albatta toshni ham kirka bo'lgandan keyin toshni ham tez sindirishi kerak. Hop, nimaga bu shoshmaylar? Qobiliyatini qanaqa ishlatsak bo'ladi demishkani. Mana. Xullas kelamiz, sichqonchani agar o'ng tugmasini bossanglar agar ishlar ekan. Okey, men nishon ko'ryapman va bum. Ya, nima? Tushunmadim, buni hech qanaqangi zararli joyi yo'qmi? Prosta yer otadi va yer borgan joyda to'xtaydi, bo'ldi. Qaranglar, mendagi yer otyapti bu. Bo'ldi. O'qlarim tugadi. Juda ham g'alati ekan. 1 dollarga arziydimi yo'qmi? Otgan yerlari uron olganda shi zo'r bo'lardi. Masalan, moblarga uron bersak, vah bo'lardi. Ana endi esa sizlar 100 dollarlik kirka birozgina qiyinroq qilinar ekan, lekin hozir uni ham yasab ko'ramiz. Va umid qilamanki, bizga kerak bo'ladigan narsalarning hammasi mana shu yerda bor. Temir topib oldim. Xo'p, qiziq, mana bu 1 dollarlik kirka bilan temirni sindirsak bo'lmaydimi? Qanaqasiga? Yatova, temir sindirsa bo'lmas ekan, lekin mayli. Men hozir kirka yasab olaman. Oppa, ko'mirchi. Afsuski ko'mir, ayol ko'mir sindiryapti. Yaxshi, yomon emas. 1 dollarlik kirkamiz ko'mir sindirib bilar ekan, yaxshi. Va albatta sizlar bizga bitta pechka kerak bo'ladi, chunki bu kirkamizga tosh ham ishlatilar ekan. Kelinglarda bitta kirkani o'zini yasab olamiz. Bu ajoyib. Ana endi esa bularni pishirishga qo'ysak bo'ladi. Bir donagina menga tosh kerak va temirlarni olib pishirishga qo'yamiz. Bizga jami hisobda 9 ta temir kerak bo'ladi. Ko'mir bilan bu yerda hech qanaqangi muammolar yo'q, faqat temir topish birozgina qiyin bo'lishi mumkin. Xolos. Let's go. Menda bor, qo'yamiz, olamiz va bitta blokni ham hozir yasab olsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Bo'ldi. Blokimiz bor, toshimiz bor, faqat temir topsak, olam guliston ekan. Tak, doskadan yasab olamiz, bo'ldi. Ajoyib. Oxirgi element qoldi. Tak, menga yana bu yerda nechta bor? 4 ta bor. Yana 5 ta kerak bo'lar ekan, mayli chiqisi yo'q. Hozir topamiz. Let's go. Bu yerlar men o'ylagandan ko'ra anchagina chuqurroq ekan, juda ham zo'r. Pastda qanaqangidir monstrlar bo'lishi ham mumkin. Ehtiyot bo'lamiz. Mana bu yerda men temir topdim. Umid qilamanki, mana shu temirlarning o'zi yetadi. 1, 2, menimcha bo'ldi. Azizlar, ikkinchi kirkani ham tez orada yasab olamiz. Juda ham ajoyib. Lekin azizlar, shuni inobatga olish kerakki, 100 dollar bu kam pul emas. Kirkamiz juda ham zo'r narsa bo'lishi kerak. Hozir ko'ramiz. Let's go. Menda hamma narsa tayyor. Xo'p, qo'yamiz va let's go. Menda ikkinchi kirkam bor. 100 auto smelting. Oppo, tushunishim bo'yicha bu men sindirgan rudalarni hozir ko'ramiz. Pishirib berish kerak. Xo'p, mana bu yerda mis bor ekan va mis pishirmadi-ku. Nima qilish kerak buni pishirish uchun? Tushunmadim. Tak, yoki misdan boshqami? Hozir birorta temir topishga harakat qilamiz. Xo'p, azizlar, ko'ramiz. Kamida menga hozir mana shuni quyma qilib berish. Ajoyib azizlar. Temirni pishirib berdi. Nimagadir mis bilan bu narsa o'xshamadi, lekin temirlarni bemalol pishiryapti. Wow. Kelinglarda fursatdan foydalanib birozgina temir magnit qilib olamiz. Umuman olganda birani yasasam ham menimcha bo'ladi. Oppa, bu yerlar anchagina katta ekan. Creeper ko'ryapman. Hop, lapis, pasta, deep slate. Okey, qanaqangidir tuf boshlangan. Let's go. Birozgina temir ishlab olamiz. Yaxshi. Hech qanaqangi pechka kerak emas. Prosta sindirsanglar bo'ladi. Va menda 15 ta temir bo'lib ketdi. Juda ham boyman. Tak. Yana temir bormi, yo'qmi? Bratim, hozir. Namuncha bular qattiq uradi odamni. Tak, mayli, hozir tirikman bo'ldi, men bu yerdan chiqib ketaman va keyingi kirkani yasasak ham bo'ladi. Keyingi 500 dollarlik kirkani yasash uchun bizga olmos kerak bo'lar ekan va 2 ta oltin ham. Demak, qaytadan konga kiramiz, boshqa ilojimiz yo'q. Maksimum darajada pastga tushsak, menimcha olmos chiqadi. Let's go. Oltinni qayerdan topaman bilmadim. Menimcha pastdagi levelda bo'lishi kerak. Oppo, mehmonlar.
Birozgina temir bizga zarar qilmaydi. Let's go. Ajoyib, ajoyib. Rostini aytsam, bu databak bilan o'yin juda ham osonlashyapti. Bemalol qanaqasiga top dipslikda ishlamaydimi? Faqat oddiy yaxshi emas. Databak kamchiligi bor ekan, azizlar, dipslikda ishlamas ekan. Afsuski bu yaxshi emas. Hoppa, oltin topib oldim, lekin buni ham pishirish kerak-da. Buni ham pishirish kerak, chunki bu pishirib bermaydi. Unda bu kirkadan foyda nima? Lekin bu kirka $100 ga arzmaydi. Bu kirka $100 ga umuman arzmaydi. Hatto gazeta $50 ga arziydi, chunki yarim rudalarni pishiryapti, yarimini pishirmayapti va menda 8 ta oltin bor. Ajoyib. Xo'p, kelinglarda yana pastroqqa tushamiz. Let's go. Temirlar chiqyapti-yu, temirma berdi ekan. Va oltin. Kimsan? Odam bunaqa qo'rqmaylar. Qoch. Okey, hozir shundoq ham shuncha muammolar yetadi. Sindirish kerak va o'tolmaydi. O'limga mahkum etilgan odam qo'rqma. O'limga mahkum etilgan. To'g'ri tushasanmi yo'q? Da. Biroq tushmaysizmi? Yordam bera olaymi? Va qayerdan keldi bu? Qanaqasiga senga lab o'tmayapti? Nima faqat labani qoidalar menga ishlaydimi? Oqish kerak ana tomonga qarab. Let's go. Bratanim, siz ham cho'milib chiqasizmi? Arzimaydi. Sal qoldi, o'zim cho'milib chiqardim. Xo'p, menga hamma narsa bor adashmasam, menga olmos kerak. Kelinglar, pastga tushib olamiz, undan keyin olmos topsak bo'ladi. Endi buncha baland bu yerlar. Okey. Xo'p, ovqat yaxshi ovqatim bor. Azizlar, yangi versiya mana shu narsasini yaxshi ko'raman-da. Ilgari bilasizlar, men olmos topish uchun metanga ochirib turganda ancha ko'p shaxtada yurishim kerak edi. Bu yerda esa prosta tak pastroq tushsalar. Okey, menimcha ko'tarib olmaydi. Let's go. Men ham sindirib qo'yamiz. Har ehtimolga qarshi bratanim o'zingiz bosib oling birinchi navbatda. Kelinglarda kirkani yasaymiz. Naqd $500 lik kirka qanaqa bo'lar ekan? Menda fakir bormidi yoki yo'qmidi? Tushunmadim. Uduchka Markov qanaqasiga? Fakelim prostada yo'q ketdi, bilasizmi? Prostada. Xo'p, kelinglar, boshqasini yasab olamiz. Juda ham g'alati holat. Menimcha databak qo'lda nimadir paydo qiladimi, ikkinchi qo'lda nimadir qo'shadimi o'zidan. Shunarsa holat. Mayli, kelinglar, prostada boshqa yasa, namuncha ko'payib ketdinglar. To'g'ri, quyonlar ham buncha tez ko'paymaydi. Xo'p, let's go. Kelinglar, oltin pishirib olamiz. Menda ko'mir ham bor edi, hozir ishlatdim. Xo'p, mayli, majbur bo'ldim shuni yoqishga. Hozir bir donagina menga oltin kerak, 2 dona kerak, 2 dona. Bot. Chipringlar hozir sizlar bilan hisob kitob qilib olamiz. Hozir 1 minut. Let's go. Menda qilish bor. Endi bilan kursiy bo'ladi. Qilish emas, yaxshi birdaniga 10 ta bo'lib kursiylar bo'ladi. Namuncha pullar o'lmaydi, jon temirdan yo'q. Tek. Va adashmasam bo'ldi. Azizlar, bizda hamma narsa bor. Kelinglarda yasab olamiz. Bir donagina olmos va 2 dona oltindan iborat. Let's go. Va menda 3 sindirar ekan. 3 ga 3. Wow! Voy, bu zo'ru. Hop. Bilan hal qilish kerak ekansa, hozir. Tek va sunduqdan ochib ko'rsak bo'ladi. Mikrofonga yo'l ikkita sunduq bor. Mayli. Chiqmaydi. Nima bo'lishini xohlaysan? Tek. Masga bo'lmasdan qaytib ketdi. Biroq o'zim kerak emas. Tek. Blok. Qanaqasiga birdaniga 3 ta spam bo'ldi? Sizlar bilmaysizlar-ku. Bittadan. Qo'limda fakil bor deb o'yladim, deyman, короче. Mayli, chiqsa, hozir bular bilan kelishib olib, ana undan keyin o'zim yomon qildim deb prosta nasanga. Mayli, ke bir urishilicha. Tek. Qilich ko'tarib olib urishili. Tek. Oppa. Bo'ldi. Ana spam bo'ldi. Ajoyib. Xo'p, kelinglar, tosh boramiz. Wow, buncha yomon emas, birdan yo'q qilgani. Xo'p, pora birozgina non, qara soat kerak edi. Ikkisi esa oddiy. Bu mashina zo'r. Juda ham zo'r ko'mir bo'ladi. Ajoyib. Kelinglar, crafting table qilib ketdi-yu. Oppa. Crafting table olamiz. Uni olganda bitta topor yasab olsam, menimcha zo'r bo'lardi. Xo'p, bitta topor yasab olamiz. Taxtalarim juda ham kam qolyapti. Oldik. O'zim meni maqsadim bu yerda yo'q. Prosta hamma kirkalarni o'lmasdan yasab olish edi boshda. Let's go. Balkim ko'rarmiz. Balkim drakonni urarmiz. Oxirida ko'ramiz. O'yinimiz hardkorda birozgina qiyin bo'lishi mumkin. Ehtiyot bo'lib o'yinni davom ettiramiz. Xo'p, azizlar, men hali kirkani eslatib o'taman. Sinab ko'rganim yo'q, hozir sinab ko'raman. Lekin undan oldin birozgina olmos olsa juda ham zo'r bo'ladi. Yana nechta? 4 tami. Bo'ldimi? Oppo. Xo'p, kirkani sinab ko'ramiz va 3 ga 3 bum. Tushunmadim. Qanaqasiga? Bu super qobiliyatda sichqonchani ikkinchisini bosish kerakmi?
Yo'q. O'zi shu narsami? Da? Qanaqasiga? No, serios qanaqasiga? Ikkinchi qo'lda nimadir turish kerakmi yoki shoshmaydi? Mana. Mana bu ko'rinmas narsani qo'limga berarkanda, ana undan keyin ishlar ekan. Короче, databag juda ham g'alati ishlar ekan. Xo'p, nimaga past sindirdi tushunmadim. Past emas, bu tomonni sindirsa bo'lmaydimi mabodo? Hozir bedrock sindirdimi? Bilmadim. Menimcha bu yerda bedrock bo'lish ehtimolligi juda ham katta-da. Hozir ko'ramiz. Mana shu yerda masalan bedrock bor-da. Okey. Yo'q. Bu juda ham xavfli ekan, sizlar juda ham xavfli. Tepaga chiqamiz. Rahmat, bu menga kerak emas. Xo'p, kelkamiz $500 ga arziydi